Assalomu alaykum prezidentlarim. Mana xudo xolasa elevatorni ham ishga tushirib oldik. Mana bu 300 kilodan chiqqan narsa. 300 kiloni qoplab oldik. Mana Allohim xayrli qilsin ilohim. Sifatli toza mahsulotni klientlarimga yetkazib berishga xudo xolasa shu niyatdamiz. Ha, prezidentlarim, bugun 10-chislo, bizada 12-chisloda ko'p ko'rgan bo'lsanglar sotdim men xat qilib. Xatlarni yarmisi baribir qolgan. Yarim emas, yarimdan kamroq, lekin уже bo'ldi. 7-chisloda to'xtatdim sotuvni. Уже 10-chisloda biza ularga joy qilishni boshlayapmiz. Hozir ko'rsataman. Mana 2 kun oldin joy qilganmiz. Mana 12 deb yozib qo'yganman. 12 deb yozib qo'yganman. Mana shunaqa jarayonda biza gnizdosini tayyorlaymiz. 2 kun oldin, ya'ni matchniga bir xil dublyonka deyishadi. Dublyonкасiga, raddomiga biza mana shunaqa kim pohol soladi, kim somon soladi, kim apilka soladi. Biza hozircha somonda to'xtaldik. O'sha jarayon mana уже u boshlayapti. Men solishim bilan уже og'ziga solib, уже nima joyini qilishni boshladi. Yonlar mana. Ko'rdinglar, už dum-dumaloq qilib qo'ygan bular. Mana shunaqa holatda bo'lishi kerak. Lekin ko'pchiligi apilkaga, sizlarda sharoitinglar bo'lsa, apilkaga qilib qo'yganinglar yaxshi. Bitta bolaliklar o'tiribdi. Apilka baribir qanaqadir yaxshiroq ekan, lekin men hech qachon apilka ishlatib ko'rmaganman. Ishlatib ko'rishim kerak. Mana shunaqa jarayon bo'ladi, ko'rdinglar? Ana quyon o'ziga gnizdo in yasayapti. Og'ziga solib, mana shunaqa yugurib yurib. Xullas bu instinkt, onalik instinkti. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Yo'lada yonida bolalari bor. Yo'lada bolalari bor. Yo'lada bolalari bor. Mana bolalar yo'lada уже in qilishni boshlayapti. Mana hozir sizlarga ko'rsatyapman. Nimaga 2 kun oldin bir xil ona quyonlar. Qarang, уже ichiga mana ko'rdinglarmi? Dumaloq qilib, ichiga уже puxini yulyapti o'zidan. Mana ko'rdinglarmi? Pux yulyapti. O'shanga bu ona quyonni ichida, qornida ko'proq bola bo'lsa, 2 kun oldin ham tug'ishi mumkin-da, srokidan. O'shanga 2 kun oldin joyini uzatib qo'yamiz.